Anime. Anime bu o'zi nima? Keling bugun biz anime o'zi nima va animega oid qiziqarli faktlar bilan gaplashamiz. Siz bilan Zenitsu. Bo'lmasam boshladik. Anime bu yaponlar tomonidan o'ylab topilgan animatsion film yoki animatsion serial uchun ishlatiladigan atama. Lekin ingliz tilida anime animatsion so'zdan olingan bo'lib, Yaponiyaning barcha animatsion filmlarga nisbatan ishlatiladi. Lekin butun dunyoda bu atama faqat Yaponiyaning o'ziga xos anime uslubiga nisbatan qo'llaniladi. Birinchi yapon animesi esa 1910-yilda yaratilgan. Shundan so'ng asta-sekinlik bilan animega qiziqish boshlandi. Keyinchalik esa 1960-yil ko'pincha anime otasi laqabi bilan tanilgan Osamu Tezuka o'zining Astro Boy nomli asari bilan tanilgan. Shundan so'ng mangalar davri boshlandi. Mangalar bu anime uchun asos bo'lar edi ko'pincha. Amerikada komikslar juda ham mashhur edi va yaponlar bunga o'zining mangalari bilan javob qaytarishdi. Manganing chizilish uslubi juda ham farq qilar edi. Oq-qora rangda va uni o'qish ham o'ngdan chapga qarab o'qilar edi. Zamonaviy mangaga esa 1940-1950-yillarda asos solingan va shunday tarzda rivojlanish boshlangan. Shundan so'ng mangalar Yaponiyaning madaniyatiga aylanib qoldi. To'g'ri, manga unchalik mashhur emas edi, lekin anime tufayli butun dunyo bo'ylab katta mashhurlikka erishdi. Ko'plab janrlarga bo'linib ketgan edi. Shonen yosh o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan janr edi. Bunga misol esa Naruto, One Piece, Bleach kabilar kirar edi. Seinen katta yoshli erkaklar uchun mo'ljallangan manga janri edi. Bunga esa Attack on Titan, Berserk, Vinland Saga, Monster ham kirar edi. Yosei katta yoshli ayollar uchun mo'ljallangan manga janri. Bunga esa Nana kirar edi. Shoujo yosh qizlar uchun mo'ljallangan manga. Bunga esa Mevalar savati kirar edi. Isekai qayta tug'ilish yoki boshqa dunyoga mo'ljallangan janr. Masalan, Re:Zero Omatsuning qayta tug'ilishi. Mecha robotlar haqida yoki texnologiya haqida olib boruvchi janr. Masalan, Evangelion kabilar kirar edi. Ularni sanasak juda ham ko'p. Endi esa qiziqarli faktlarga o'tamiz. Animeni butun dunyo bo'ylab 23 mingdan ziyod animelari bor va uni ko'rish chegarasi cheklanmagan. Ya'ni har xil turdagi odamlar uni tomosha qiladi, katta yoshli yoki kichkinalar ham. Eng uzun davom etgan anime Sazetsu 1969-yildan beri hozirgacha deyarli 7,5 ming epizod bor. One Piece eng ko'p daromad keltirgan anime hisobi bo'lib, u dunyodan milliardlab dollar kassa keltirgan. Animelarning odatda bir qismini, ya'ni 20-25 ming anime uchun deyarli 100 ming dollardan 300 ming dollar atrofida pul ketadi. Anime dublaj bu bir kasb turiga aylanib bo'lgan. Hayao Miyazaki tomonidan ishlangan Ruhdan uzoqlashdim animesi 2001-yilda Oskar mukofotini kiritgan va yagona Oskar mukofotini kiritgan animedir. Animelarda butun dunyo bo'ylab har xil senzura qilinadi. Masalan, One Piece'dagi sigaretni muzqaymoqqa aylantirib qo'yishgan. So'nggi yillarda isekai janri juda ham mashhur bo'lib ketdi. Deyarli yiliga 4-5 yangi isekai janrida animelar chiqadi. Va bugungi videorolikimizda shu bilan yakunlaymiz do'stlar. Sizlarga anime haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumot berdim deb o'ylayman. Iltimos qilib so'rab qolar edim. Videoga like bosib qo'yamiz, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Bo'lmasam keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr anime muxlislari. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishamiz.